Rasprodajdaki 6 adamlıq stullarımızdan görsüp ötemiz. Görüp durğan, ixcamğına, bemalal kichkina kuxnellarizam joylashib ketadigan 6 adamlıq stulumuz 3 milyon 700 satılğa 2 milyon 900 ming so'mga duribdi. Bu yan tarafda 4 adamlıqı ba, karkazları g'ozdan ishlangan 4 milyon 939 ming so'm satılğa 3 milyon 700 ming so'mga duribdi. Ma zo'rindan beri degan mijozlarimiz uchun Xitoy mahsuloti Xitoyni o'zidan primoy kelgan 7 milyon 411 ming so'm satılgan 5 milyon 200 ming so'mga duribdi. Polni karkazları demirdan bo'ladi. Bu yan tarafda esa fabrikanın 6 adamlıq stulları 8 milyon 581 ming so'm satılgan 5 milyon 900 ming so'mga duribdi. Turetskisinden gerekleyen mijozlarımız için 11 milyon 311 ming so'm satılgan 7 milyon 900 ming so'mga duribdi. Materiallar ham Turetski, ishlanishleri zo'r, ayağı sarı nijavikadan ishlangan, rangilari o'zgarmaydi. Bu rasprodajdamiz 25 noyabrgacha davom etadi, faqat naqd pula bo'ladi. Dastavkalarini qilib beramiz. Gelip görüp alışlarınız mümkün, ulgurib qalamiz.